Demak, litsenziya shoxobchalar tekshiruvi bo'yicha, litsenziya bo'yicha ariza berish, shoxobchalar monitoringi, bularning hammasini biz dala nazorat tizimini ichiga tiqdik. Dala nazorat tizimidan inspektorlar ham, viloyat boshliqlari ham hamma foydalanishni biladi. Birinchi bo'lib hozir respublika kesimida ko'rsatib o'tamiz, keyin viloyat va keyin inspektor kesimida. Uchta kesimda ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib respublika kesimida, ya'ni respublika foydalanuvchisi tizimiga kirganda chap tomonda litsenziya arizasi degan yangi bo'lim qo'shilgan. Bu faqat respublika foydalanuvchilariga ko'rinadi. Xo'p, litsenziya arizasi bo'limiga kirib turib, kelib tushgan arizani, ya'ni ariza yaratish tugmasi orqali biz yaratib olamiz. Birinchi bo'lib ariza raqamini kiritib olamiz. Bu sizlarda license saytida ko'rinadi. Shu arizani raqamini respublika foydalanuvchisi tizimga kiritib qo'yadi. Misol uchun man 47 qanaqadir arizani kiritdim va bu ulgurji savdo bo'yicha ariza kelib tushgan. Va qaysi viloyat asosiy, qaysi viloyatga kelib tushdi? Misol uchun man bu yoqda ko'rsataman hozir. Kichikroq qo'ying. Xo'p, misol uchun bu qayerga kelib tushdi? Toshkent shahariga kelib tushdi ushbu ariza. Ulgurji savdo bo'yicha. Davom etish knopkasini bosganimda aynan ushbu ariza Toshkent shahriga kelib tushdi va Toshkent shahri bo'yicha mas'ul viloyat rahbariga ushbu ariza biriktirildi. Buni tizimni o'zi avtomatik tarzda biriktirib qo'yadi. Va buni ichiga kiradigan bo'lsam, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Respublika foydalanuvchisi qiladigan ish faqat mana shu, ya'ni arizani tizimga kiritib qo'yadi, davlat nazorati tizimiga. Qolgan hammasini, ya'ni viloyat biriktirish va qolgan barcha jarayonni tizimni o'zi qiladi. Xo'p, ana endi ikkinchi qism bizda viloyat boshlig'i tizimga kirganda qanaqa ko'rinadi? Viloyat boshlig'i ham tizimga kirganda, xo'p, unga ham xuddi shunaqa chap tomonda litsenziya arizasi degan yangi bo'lim ko'rinadi va ushbu bo'limga internet litsenziya arizasi bo'limida men Omonov Ahror bo'lib kirdim va bu Toshkent shahar bo'lim boshlig'i va chap tomonda bizda hozir ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz Toshkent shahriga ariza biriktirdik va Toshkent shahrida ushbu ko'rinishda ogohlantirish qo'yib keldi. Ya'ni yangi ariza kelib tushdi. Mineral o'g'itlar o'simliklar himoyasi qilish va foydalanadigan kimyoviy vositalarni ulgurji savdosi faoliyatini litsenziyalash bo'yicha sizga quyidagi raqamli ariza kelib tushdi. Iltimos arizani ko'rib chiqib, tegishli ma'lumot to'ldiring. Ko'rinishda ogohlantirish keladi. Ya'ni bu yerda biz Toshkent shahrini belgilagandik va Omonov Ahrorbek Amin o'g'li aynan Toshkent shahar rahbari bo'lgani uchun aynan mana shu Omonov Ahrorbekka ushbu ogohlantirish yuborildi. Ko'rish knopkasi bilan arizani ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasam litsenziya arizasi bo'limiga o'tib viloyat boshlig'ida ushbu ko'rinishda bizga kelib tushgan arizani ko'rishimiz mumkin va bu arizani ustiga bosadigan bo'lsam, aynan shu arizaga tegishli ma'lumot kiritish oynasi bizga ochiladi. Qaytarib o'taman, litsenziya arizasi bo'limiga kirdim va tegishli kelib tushgan arizani ustiga bosdim. Xuddi shu ko'rinishda mana respublikada yoki umuman boshqa viloyat rahbarlari tizimga kirganda ham xuddi shu ko'rinishda ko'rinadi va ustiga bosganda agar ushbu arizada boshqa viloyat rahbarining ismi kiritilgan bo'lsa, quyidagi ko'rinishda chiqadi. Ya'ni inspektor biriktirish degan tugma ko'rinmaydi viloyat rahbarida. Ya'ni ushbu arizaga qaysi viloyat rahbari biriktirilgan bo'lsa, shu viloyat rahbari arizani ustiga bosganda o'ng tomon yuqori qismda inspektor biriktirish degan tugma ko'rinadi. Misol uchun mana tizimga kirdim. Mana endi tizimga nima uchun ishlamayapti bu? Mana shu bo'yicha davom etay. Hop. Omonov Ahror bo'lib, viloyat boshqaruvchisi bo'lib tizimga kirdim va inspektor biriktirish degan tugmani bosaman. Buni viloyat rahbarlari qiladi. Ya'ni kelib tushgan arizaga, 3-7 sonli arizaga men inspektor biriktirishim kerak. Inspektor biriktirish degan tugmani bosdim va aynan mana shu ariza qaysi korxonaga tegishli, shu korxonaning INN raqamini kiritaman. Bu hammasi license saytida bizga ko'rinadi ekan, ya'ni tegishli o'sha yerdan nusxa olib, kopirovat qilib, bu yoqqa kiritib qo'yamiz. Va izlash knopkasini bossam, agar shu INN bo'yicha tizimda ma'lumot mavjud bo'lsa, tegishli ma'lumotlarni bizga ko'rsatadi va tanlash knopkasi bilan davom etishimiz mumkin. Yoki-da bir minut Asadbek, bir minut uzr. Bu nima bu? Hamma har xil o'zini ishlari bilan shug'ullanib, bu yoqda gaplashib, boshqalar bilan xolasa o'ynab, marhamat tuman Andijon viloyati. Marhamat tuman. Assalomu alaykum, Dusmat.
Alaykum assalom. Nima sizga ertaga aytib beryaptimi birov? Quddus bobo ertalarni o'qib beryapti. Nima deb gapiryapti sizga? Mashina ishlatibman. Nima dedi oxirgi gapirgan gapini qaytaring, oxirgi 1 minutdagi gapini qaytaring qani? Ko'rib turibman bu yerda qarab. Bu bir ishni tushuntirib qo'ygandan keyin hamma diqqat bilan eshitsin. Oldilar. Hamma diqqat bilan. Laqillamasdan. Bu qaytib sizlarga bunaqa tushuntirib berilmaydi. Bu yig'ilish emas bu. Sizlarga shu yordam bo'lsin, inspektorlarga yordam bo'lsin deb tushuntirilyapti shu narsa. Yengillashtiraylik inspektorlar sharoitini deb. Qog'oz ko'tarib yurmasin deyapmiz. Shuning uchun yaratilgan bu. Bu bir ishni tugagandan keyin hammadan birma-bir so'rayman. Birinchi o'rinbosarlardan ogohlantiraman. Viloyat boshqarma boshliqlarini. Hammasini diqqat bilan buni zapis qilinyapti bu narsa. Qayerda gap chiqadigan bo'lsa, mana shu zoomni ko'tarib, zapis ko'tarib, mana shunda eshitmaganingni betingga qo'yib, bo'yningizga qo'yib beraman. Hammaga tegishli. Davom eting Asadbek. Viloyat boshlig'i litsenziya arizasini ustiga bosib turib, inspektor biriktirish tugmasini bosadi va korxona INN raqamini kiritganda ushbu korxona bo'yicha ma'lumot bizda tizimda bo'lsa avtomatik ko'rsatadi va tanlash knopkasi bilan davom etib ma'lumot kiritishda davom etiladi. Agarda ushbu INN raqam bo'lmasa, misol uchun mana yo'q INN ni bosadigan bo'lsam, aynan tashkilot nomi, tumani va tashkilot bo'yicha ma'lumotlarni kiritishimiz talab etiladi. Xo'p, men bir boshdan ko'rsataman. Tashkilot ma'lumotlarini kiritaman. Misol uchun test MCJ ko'rinishida kiritdim. Va Toshkent shahar, deylik, bu Yakkasaroy tumaniga kelib tushgan va test manzil va tegishli telefon raqamini kiritib qo'yamiz. Bu tashkilot bo'yicha ma'lumot kiritdik. Ana endi pastki qismida aynan shu tashkilotga tegishli bo'lgan filiallarni kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu tashkilot bo'yicha bir nechta filial bo'lishi mumkin yoki ikkita bo'lishi mumkin. Bitta filial kiritish majburiy kamida. Demak, ushbu ariza kelib tushgan Toshkent viloyati Toshkent shahar Yakkasaroy tumaniga tegishli bo'lgan tashkilotga tegishli ekan va uni deylik, keyin Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida qanaqadir bitta filiali bor. Deylik, Bobur ko'chasida. Va Yakkasaroy tumaniga tegishli bo'lgan inspektorlar, ya'ni inspektor degan bo'limda ko'rinadi. Bizda hozircha ikkita inspektor ko'rinib turibdi. Biz testli inspektor qo'shib qo'yganmiz, video davomida ko'rsatish uchun. Xo'p, demak, shu inspektorni tanladim. Nuriddinov Qudratjon, Toshkent shahar Yakkasaroy tumani. Deylik, shu tashkilotda bitta emas, ikkita filiali bo'yicha ariza kelib tushgan. Qo'shish knopkasini bosib turib, ikkinchi filialni ham kiritishimiz mumkin yoki o'chirish qilib turib, aynan bittasini qoldirishimiz mumkin. Men hozir ko'rsatish uchun, demak, davom etib qo'shish tugmasini bosib ikkinchi filialni qo'shdim. Ikkinchi filial qo'shildi. Deylik, bu Toshkent shaharida va men Toshkent shahar boshlig'i bo'lib tizimga kirdim. Shuning uchun men Toshkent shaharga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni to'ldirib oldim. Ya'ni Yakkasaroy tumaniga tegishli bo'lgan inspektorni biriktirdim. Ana endi men o'zim Toshkent shahar boshqaruvchisiman, lekin ikkinchi filial Buxoro viloyatida joylashgan. Ushbu holatda men Buxoro viloyatini tanlaganimda men davom ettira olmayman. Ya'ni tuman, manzil va inspektor biriktira olmayman. Tuman, manzil va inspektorda aynan Buxoro viloyati boshlig'igina kiritish kerak bo'ladi. Prosta Buxoro viloyatini tanlab davom etish knopkasini bosib qo'yaman. Agarda 3-filial ham bo'lsa, qo'shish knopkani bosib turib, xuddi shu tartibda 3-filial ham kiritiladi. Davom etish knopkasini bosaman va knopkani bosganimdan keyin e'tibor qaratamiz. Mana litsenziyani ichiga kiradigan bo'lsam, ikkita bizada filial, ya'ni test MCJ ning 77 raqamli arizasi bo'yicha biriktirilgan filial, ya'ni ikkita filial bizada tizimga paydo bo'ldi. Va ikkalasi ham kutilmoqda statusida. Chap tomonda ariza raqami va ariza turi, ya'ni qanaqa ko'rinishda ariza kiritildi, ulgurji hisobida ariza berilgan, shu narsa bizga chap tomonda ko'rindi va qaysi tashkilot test MCJ. Va men o'zim Toshkent shahri edim va inspektor biriktirdim. Shu sabab mana Omonov Ahrorbek tomonidan filial kiritildi va ichki karantin viloyat rahbari Toshkent shahar rahbari Omonov Ahrorbek Amin o'g'li edi va inspektor biriktirdim Nuriddinov Qudratjon Zavqiddin o'g'lini. Va men inspektor biriktirganim respublika kesimidagi foydalanuvchilarga ko'rinib turadi, quyidagi ko'rinishda, ya'ni inspektor biriktirdi degan statusda ko'rinib turadi. Va qolgan ma'lumotlar. Ana endi ikkinchisini men Buxoro viloyati tanlaganim uchun Buxoro viloyati rahbari biriktirib qo'yildi va ko'rib chiqmoqda statusi bo'lib qoldi. Ya'ni men Buxoro viloyatidagi tuman va inspektorni tanlaganim yo'q. Sababi men Toshkent shahri viloyat boshlig'i edim. Va men bu yerda hozir Buxoro viloyatini ko'rsatgandan keyin Buxoro viloyati
rahbar avtomatik biriktirib qo'yildi va xuddi shu ko'rinishda, ya'ni hozir viloyat rahbari bo'lib kirganimda ogohlantirish qanaqa kelgan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda hozir Buxoro viloyati rahbariga ham xuddi shunaqa ogohlantirish bo'ldi. Xo'p. Hozir ko'radigan bo'lsak, mana ustiga bosadigan bo'lsam, mana bu ko'rinishda bu mana e'tibor qilinglar. Toshkent shahri viloyat rahbari va ma'lumot kiritgan va bunisi Buxoro viloyati mana Buxoro viloyati rahbari va unga inspektor biriktirish degan tugma ko'rinib turibdi. Shunda Buxoro viloyati rahbari ham tizimga kirib turib, litsenziya arizasi bo'limiga kirib, shu litsenziyani ustiga bosib, inspektor biriktirish tugmasi yordamida inspektorni biriktirib qo'yish kerak bo'ladi. Demak, tanlaymiz. Deylik, misol uchun Shofirkon tumani manzil qaysidir manzilda joylashgan, bu license saytida ko'rinadi va inspektor. Tegishli inspektorni tanlab turib, davom etish tugmasini bosadigan bo'lsa, mana demak, Buxoro viloyati ham inspektor biriktirdi statusiga o'zgardi. Va bu narsa barcha viloyat rahbarlarida quyidagi ko'rinishda mana ko'rinib qoladi. Demak, ikkita viloyat rahbari ham o'ziga tegishli hudud bo'yicha inspektorda aynan mana shu shoxobcha tekshiruviga biriktirib qo'ydi va ushbu ariza hozir inspektor tomonidan jarayonda, ya'ni ko'rib chiqmoqda statusida turibdi. Viloyat rahbarlari qiladigan ish hozircha to inspektor monitoring natijalarini tizimga kiritmaguncha shu joygacha tugadi. Ana endi qolgan hamma ish inspektor tomonidan qilinadi. Buni ham test misolida Nurdinov Qudratjon profildan kirib turib ko'rib o'tamiz. Demak, Qudrat inspektor tizimga kirganda viloyatdan farqli ravishda inspektorga shoxobcha tekshiruvi bo'limi paydo bo'ladi. Shoxobcha tekshiruvi. Va ushbu bo'limga kiradigan bo'lsak, aynan men deylik bu yerda Yakkasaroy tumani bo'lib tizimga kirganim uchun mana Yakkasaroy tumani bo'yicha kelib tushgan arizalar mana shu yerga hammasi ko'rinadi. Shoxobcha tekshiruvi uchun arizalar. Va mani ismim kiritilgan, ya'ni o'zimga tegishli bo'lgan. Men hozir Nurdinov Qudratjon bo'lib tizimga kirdim. Shu sababdan menga tegishli ariza bo'lgani uchun monitoring qilish degan tugma ko'rinib turibdi menda. Va men monitoring qilish tugmasini bosaman. E'tibor qaratamiz, tugmani bosishdan oldin, demak, bu yerda xarita uchun joy bor va biz hali ma'lumot kiritmaganimiz uchun bu yer bo'sh turibdi. Endi monitoring qilish tugmasini bosaman. Inspektor, demak, monitoring qilish tugmasini bosgandan keyin birinchi bo'lib quyidagi oyna ochiladi. Va ushbu oynada shoxobcha manzilini tasdiqlang. Ya'ni biz shoxobchada ekanimizni, ya'ni borib monitor joyiga chiqib monitoring qilayotganimizni tasdiqlashimiz uchun aynan shu turgan joyimizdan lokatsiya uzatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun lokatsiya olish tugmasini bosamiz va qaraymiz. Haqiqatan to'g'ri manzil olib beryaptimi? Demak, men O'zbekiston Respublikasi, demak, Kanada agentligida turibman va to'g'ri lokatsiya olib beryapti. Tasdiqlash tugmasini bosaman. Va endi quyidagi oyna ko'rinadi barcha inspektorlarga. Xo'p, chap tomonda birinchi bo'lib qaysi tashkilot va qaysi ariza raqamiga qanaqa savdo faoliyati bo'yicha litsenziyalash bo'yicha ma'lumot kiritish kerak. Ushbu ma'lumotlar ko'rinadi. Va inspektor ism familiyasi. O'ng tomonda esa bizda tegishli bosqichlar, ya'ni ushbu test MCJning 777 sonli arizasiga ko'ra 6 ta bosqichda biza tegishli monitoring jarayonini o'tkazishimiz kerak, shoxobchani tekshirishimiz kerak. Demak, birinchi bosqich korxona bo'yicha ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Demak, korxona bo'yicha ma'lumotlar bo'limi chiqdi va tegishli monitoring boshlaymiz. Bu yerda tegishli savollari bor. Binoning kirish qismida shoxobchaning nomi va shunga o'xshagan joylashgan manzil va ish tartibi haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan pesh lavha bormi? Mavjud yoki mavjud emas. Kerakli bo'limni tanlaymiz. Mavjud emasni tanlaydigan bo'lsak, davom etish tugmasini bossak o'tib ketadi. Agarda mavjudni tanlaydigan bo'lsak, davom etish tugmasini bossak, keyingi bosqichga o'tmaydi. Sababi mavjud bo'ladigan bo'lsa, biz rasmni kiritishimiz kerak ekan. Maydonni bo'sh qoldirish mumkin emas. Va rasm kiritish plus tugmasini bosganimizda xuddi monitoring jarayoni bilan bir xil joyiga chiqib inline ko'rinishda, ya'ni galereyadan tanlash imkoni yo'q, joyda suratga oladigan oyna ochiladi bizda va rasmni olish tugmasini bosib turib, aynan mana shu shoxobchani pesh lavhasini rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Va minimal bitta, maksimal ikkita rasm kiritishimiz mumkin. Keyin davom etish tugmasini bossak, ana endi biz birinchi bo'lim bo'yicha, bosqich bo'yicha ma'lumot kiritdik, ikkinchi bosqich bo'yicha ma'lumot kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni xodimlar bo'yicha ma'lumot bo'limi. Bu yerda ham tegishli ma'lumotlarni kiritamiz. Misol uchun qancha xodimi mavjud va qanchasi o'rta maxsus, qanchasi oliy. Misol uchun oliyni tanlaydigan bo'lsam, nechta oliy ma'lumotli xodim bor? Buni sonini kiritish kerak bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda tegishli
bo'limlarni tanlaganimda menga tegishli bo'lgan demak maydonlar yo rasm yoki tekst shunga o'xshagan ma'lumotlarni to'ldirib borishim kerak. Davom etish tugmasini bosdim. Ko'rgan bo'lsak, men ikkita bosqichda ma'lumot kiritdim, uchinchi bosqichga keldim. Ana endi ma'lumotim to'g'rimi yo'qmi, qanaqa to'ldirdim? Shu kabi birinchi, ikkinchi bosqichdagi ma'lumotlarni ko'rmoqchi bo'lsam, pastki tomonda demak orqaga qaytish tugmasi bor. Aynan qaysi bo'limlarni tanladim, qanaqa ma'lumotlar kiritdim, ko'rib olishim mumkin ushbu bo'limdan. Va xuddi shu ko'rinishda ma'lumot to'ldirishda davom etaman va men monitoring qilish tugmasini bosganimdan keyin viloyat rahbari litsenziya arizasi bo'limiga kirib turib, aynan shu litsenziyaga qaraydigan bo'lsa, bizada ushbu litsenziyaning statusi o'zgargan, ya'ni monitoring qilinmoqda. Nuriddinov Qudratjon Zalqiddin o'g'li уже monitoring qilishni boshladi. Demak, inspektorda qadamma-qadam qaysi qadamga kelgani, ya'ni monitoring qilyaptimi, boshladimi, shu kabi hamma statusi viloyat rahbarlariga ko'rinib turadi. Men hozir 3-bo'limga kelganman va monitoring qilish jarayoni hali yakunlanmagan. Monitoring qilyapman. Shu sabab monitoring qilinmoqda degan status viloyat rahbariga ko'rinib turibdi. Demak, inspektor monitoring qilishni davom ettiradi. Kerakli fotosuratlarni kiritadi. Shu ko'rinishda barcha savollarga javob berib chiqadi. Davom etish. Bunchachasi yo'q, ha? Davom etish. Bo'luvdi-ku. Va bizda men oxirgi 5-bosqichda keldik. 5-bosqich ma'lumotlarni ham to'ldirganimdan keyin davom etish tugmasini bosaman va 6-bosqich hujjat ma'lumotlari degan bosqichga yetib keldik. Bu oxirgi bosqich va ushbu hujjatning asosiy qismi aynan yakuniy, ya'ni nuqta qo'yib beradigan qismi mana shu. Xo'p, demak, 6-bosqichga kelganimizda biz inspektor, ya'ni monitoring o'tkazganini tasdiqlash uchun imzo qo'yish kerak bo'ladi. Bu imzo qanaqa? Telefondan bo'ladigan bo'lsa, ushbu oq maydonga tegishlicha imzosini qo'yadi. Ruchka sensor orqali. Va imzosi to'g'riligiga ishonch hosil qilgandan keyin tasdiqlash tugmasini bosadi. Va keyingi qismda, ya'ni 6-bandda tadbirkorlik subyekti vakilining imzosi ham so'raladi. Ya'ni tadbirkorlik subyektining vakili kim? Ism familiya yoziladi, misol uchun. Ahtamov Ulug'bek va aynan shu tadbirkorlik subyektidan ham imzo qo'yish so'raladi. Ya'ni ushbu Ahtamov Ulug'bek tadbirkorlik subyektining vakili hisoblanadi va u ham bizga imzo qo'yib berish kerak bo'ladi. Tegishli imzosini qo'ydi va tasdiqlash tugmasini bosdi. Demak, bizda inspektor ham, tadbirkorlik subyekti vakili ham imzosini qo'yib berdi va pastki bo'limda biz shaxobcha bo'yicha monitoring o'tkazganimizdan tanlagan lokatsiyamiz yana bir marta ishonch hosil qilish uchun, ya'ni to'g'rimi degan ma'noda ko'rsatiladi. Agarda noto'g'ri bo'lsa, qayta lokatsiya olish tugmasi bilan qayta olish mumkin. Bu ham xuddi boshda ko'rsatilganda xuddi o'sha jarayonda bo'ladi. Ya'ni qayta lokatsiya olishni bosganda mana bu o'yinga chiqadi. Lokatsiya olish tugmasi bosiladi va tasdiqlash. Xuddi shunaqa ko'rinishda lokatsiyani tasdiqlaydi va davom etish tugmasi bosiladi. Ana endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yer xarita va ba'zi ma'lumotlar yo'q edi. Ana endi inspektor monitoring qilganidan keyin, ma'lumotlarni kiritgandan keyin o'ng tomonda monitoring qilish degan yozuv o'rnida kuzatuv davlatnomasi tizim tomonidan avtomatik shakllantirildi. Va shu jarayonda viloyat boshlig'i ham tizimga kirib qaraydigan bo'lsa, aynan inspektor kiritgan ma'lumotlar viloyat boshlig'iga ham ko'rinadi. Xo'p, demak, inspektor kesimida davom etamiz. Inspektor kiradi, monitoring o'tkazgan va jarayonni yakunlagan. Inspektor ish jarayonini yakunladi va viloyat boshlig'iga tekshiruvga jo'natdi. Tekshiruvda degan statusda turibdi. Kuzatuv davlatnomasini ustiga bosadigan bo'lsam, men bu yerga kiritgan ma'lumotlarga qarab, quyidagi ko'rinishda tizimni o'zi PDF generatsiya qilib, ya'ni oldin qog'ozda to'ldirilgan ma'lumotlarni tizimni o'zi avtomatik PDF shakliga bizga chiqarib berdi mana bu ko'rinishda. Va bu yerga kiritgan rasmlarimizni ham va mana imzolarni ham tegishli joyga qo'yib, rasmlarni ham tegishlicha qilib, aynan qaysi bo'limga rasm kiritgan bo'lsak, aynan o'sha rasmlarni PDF ga joylashtirib berdi. Va bizlar imzo qo'yishini so'raganimizda imzo qo'yib bergan imzoni aynan mana shu PDF da tegishli qismga qo'yib berdi bizga ham. Xo'p, inspektor ish jarayonini yakunladi. Kuzatuv davlatnomasi shakllanadi va bo'ldi, inspektor shu yerda ishini to'xtatadi. Ana endi viloyat boshlig'i tizimga kiradi va tizimga kirganda tekshiruvda statusda turgan arizalarni oldida bizda quyidagicha ikkita tugma ko'rinadi: tasdiqlash va bekor qilish. Ya'ni ushbu inspektor, ya'ni Nuriddinov Qudratjon Zalqiddin o'g'li ishini yakunladi va u o'tkazgan monitoring kuzatuv davlatnomasi bizga ko'rinadi. Ustiga bosib turib, ushbu davlatnomani ko'rib chiqib,
davlatnomani ko'rib chiqib, agarda hammasi to'g'ri bo'lsa va lokatsiya to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, viloyat boshlig'i tasdiqlashi yoki bekor qilishi mumkin. Agarda viloyat boshlig'i qanaqadir kamchilik sezadigan bo'lsa, bekor qilish tugmasini bossa, aynan nima bo'yicha bekor qilyapti, shuni ma'lumotini kiritib, davom etish tugmasini bosadi. Yoki viloyat boshlig'i tasdiqlamoqchi bo'lsa, ushbu monitoringni, ya'ni hamma ma'lumot to'g'ri, monitoring o'tkazgan va joyiga chiqqan lokatsiya orqali ko'rib, hammasi to'g'ri bo'lsa, tasdiqlash tugmasini bosadi. Va xuddi inspektor va tegishli tadbirkorlik subyektining vakili imzo qo'yganiga o'xshab, xuddi shunaqa viloyat rahbari ham o'z imzosi bilan tasdiqlashi kerak bo'ladi. Mana deylik, viloyat rahbari ham imzo qo'ydi va tasdiqlash tugmasini bosib, davom etish tugmasini bosadi. Ana endi kuzatuv davlatnomasi yakunlandi statusiga o'tdi. Ya'ni inspektor tomonidan monitoring qilindi va ushbu monitoring viloyat boshlig'i tomonidan tasdiqlandi. Shunda inspektor tizimga kiradigan bo'lsa, inspektorga ham boyagi status yakunlandi statusiga o'zgarib qoldi. Inspektorga ham viloyat boshlig'i tasdiqlangani ko'rinib turadi. Xuddi shunaqa ko'rinishda viloyat boshlig'i barcha arizalarni tasdiqlab bo'lgandan keyin, deylik hozir bu yerda ikkita ekan, bunisini to'ldirib o'tirmayman, biz o'zimiz hozircha o'chirib qo'yamiz buni. Bitta ariza qoldi va yakunlandi. Ikkita filial bo'lsa, ikkalasi ham yakunlangandan keyin respublika boshqaruvchisi tizimga kirganda barcha arizalar yakunlangandan keyin quyidagicha tugma paydo bo'ladi: bekor qilish va tasdiqlash. Va ushbu tugmalarning chap tomonida umumiy hisobot shakllanadi. Ya'ni ushbu test MCJning 7 raqamli arizasi bo'yicha 5 ta filiali bo'lsa va 5 ta filiali bo'yicha kuzatuv davlatnomasi shakllangan bo'lsa, ushbu 5 ta davlatnomani birlashtirib umumiy hisobot ko'rinadi va uni ustiga bosadigan bo'lsa, aynan mana shu deylik 5 ta hisobot ketma-ket mana shu yerga joylashtiriladi. Va buni respublika ko'rib chiqib tasdiqlash yoki bekor qilishi mumkin. Agarda respublika bekor tasdiqlamoqchi bo'lsa, tasdiqlash tugmasini bosib qo'yadi. Lekin qanaqadir xatolik topsa va bekor qilmoqchi bo'lsa, bekor qilish tugmasini bosadi va aynan qaysi tekshiruv bo'yicha, ya'ni kuzatuv davlatnomasi bo'yicha ushbu arizani rad qilyapti, shu narsani tanlaydi. Ya'ni bu yerda inspektor ism familiyasi bilan ko'rsatganimizda, deylik 5 ta filial bo'lsa, tegishli bo'lgan, misol uchun ikkitasida qanaqadir xatolik bo'lsa, ikkita tegishli inspektorni tanlaydi va nima xatoliklar qilingan, misol uchun rasmlar xato yoki shunga o'xshagan tegishli izohni yozib, davom etish tugmasini bosadi. Shunda ushbu ariza bekor qilinadi va pastda kim tomonidan, nima sababdan rad qilindi, misol uchun izoh, rasm xato degan ko'rinishda yozib ko'rinadi. Va bu narsa bizda viloyat rahbariga ham ko'rinadi, tizimga kirganda kim tomonidan, nima sababdan rad etilgani va inspektor ham tizimga kirganda ushbu arizasi rad qilingani haqida ogohlantirish oladi va arizaga kirganda quyidagi ko'rinishda ko'rinadi. Demak, ushbu ariza Azam Asadbek Akmaljonov tomonidan rad qilindi, izoh, rasmlar xato. Va bu xatolarni tuzatish uchun qayta monitoring qilish kerak bo'ladi va ushbu tugma arizani pastki tomoniga joylashtirilgan. Ya'ni qayta monitoring degan tugma. Inspektor bu tugmani bosadigan bo'lsa, yana hammasi bir boshdan, ya'ni boshda qanaqa ma'lumot kiritgan bo'lsa, xuddi shu ketma-ketlikda boshidan davom etadi. Va oxiriga yetib yana davom etish tugmasini bosadi va bu yerda demak tizimga kiradigan bo'lsa, misol uchun davom etish tugmasini bosdim. Tizimga kiradigan bo'lsa, ana endi bu yerda yana PDF generatsiya bo'lib yakunlandi deydi, viloyat boshlig'i tasdiqlaydi va yana respublikaga qaytadi va respublika tasdiqlasa, ushbu jarayon yakunlanadi va ushbu ketma-ketlik oxiriga yetadi. Shu ko'rinishda monitoring qilinadi. Bu bo'yicha savollar bo'lsa, berishinglar mumkin.